Agar inson iymon keltirib, Allohning aytganini qilib, nafsini, demak, o'sha Alloh aytgan tarafga buradigan bo'lsa, harakat qiladigan bo'lsa, uni nafsi endi lavvomaga aylanadi, malomatchi nafs. Egasiga, "Oy, nimaga uxlayotsan? Tur, namozingni o'qi. Kech qolding-ku" deydi. "Nimaga falon narsani qilmayapsan? Bu farz-ku. Qilmasang gunohkor bo'lasan" deb haligi malomatchi bo'lib qolgan nafs iymon bilan qurollangani uchun egasini doim yaxshi ishga, ibodatga, xayrga, barakaga, hamma yoqqa yaxshilik qilishga chorlaydi. Ana endi o'sha malomatchi nafsini malomatini e'tiborga olib, banda o'zini o'ngmasa, ibodatini o'rnida ado etsa, shariat aytgan narsalarni qilsa, butun mavjudotga yaxshilik qilib yomonlikdan tiyilsa, keyin tarbiya topib borib